Yaxshimizlar qarindoshlar. Bugungi leksiya, ya'ni 3-leksiya biz iqtisod ilmini nemishga o'rganamiz yoki o'rganishimiz kerak degan tema haqida bo'ladi. Bu gapni boshlashdan avval men dunyoga taniqli iqtisodshunos makrolıq iqtisod ilmining asosini salg'uvchisi John Maynard Keynes degan kishining mono so'zini naql keltirish bilan gapni boshlayman. Bu kishi mundaq degan: mayli to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, iqtisodshunoslar va siyosiy faylasuflarning ideyalari bizning tushunchimizdan ko'p hal qilgan darajada ajoyib kuchga va ta'sirga ega bo'lib, ularning iddisi dunyoni idora qildi desakmi xatolashgan bo'lmaymiz. Va hatto o'zini amaliyotchil, zakiy, chechan chaqlaydigan kishilar odatda ma'lum o'lgan iqtisodshunosning iddisining quli bo'lib yashaydi. Mana shunday gapni degan. Endi bu gap qarmoqni ayta abstraktdek to'g'ri bilan biz buni cho'nqur o'ylab atrofga turmushimizga tadbiqlasak bu gaplarning asosi borligini his qilamiz. Xo'sh. Endi biz o'rganmoqchi bo'lgan bu iqtisod ilmi zodi qandoq narsa deydigan bir gap tushdi bu yerda. Oldi bilan biz o'zimizning hayotimizni bir ko'zlaylik. Bizning orzuyimiz cheklik. Nurg'un ishlarni qilganimiz bor. Ham ot minigimiz bor, ham mashina haydagimiz bor. Ham isil maktablarda o'qimiz bor, ham u yerga sayohat qilganimiz bor. Ham saat 5dan 7gacha bo'lgan mushu orliqda mening toza shu bir maktabga berib dars o'tgan bor, yoki bo'lmasa shu vaqtning o'zida soat 5dan 7gacha bo'lgan orliqda uyda ko'pini yumshoq silib, yostiqni toza egiz qatlab, bayladak o'zirilib yotgan bor. Ammo mening va boshqalarning bu qilmoqchi bo'lgan ishlari cheklimga uchraydi. Nimadan cheklimga uchraydi desa, kamchilikdan cheklimga uchraydi. Nima kamchil bu yerda desa, menga shu vaqtning o'zida vaqt kamchil. 5dan 7gacha bo'lganlikda men ikki ishdan birini qilishim kerak. Birisining mashina ilish yoki otilishdan iborat avo tanlashi, avo arzusi, ya'ni uning kirimining cheklimga uchraydi. U balki ikkilisining hech qaysini otmalanmasligi mumkin, mashinani olmasligi mumkin. Yoki uning barliq kuchi shu ikki kishining birisiga yetishi mumkin. Demak, bu yerda bizning orzuyimiz ko'p, cheksiz. Ya'ni bu yerda odamlar, men bir odam, bir ikki odam dedim-ku, biz jamiyatga nurg'un odamlardan, milliard qilgan odamlardan taklif qilgan. Hamma odamning ashuna hammaning yaxshisini ham ko'p ashuna erishkisi bor. Lekin bu orzu qaddomaq basi mushkul yoki mumkin emas. Shunday bo'lganlikdan bu kamchilik masalasi, ya'ni boylikning kamchil bo'lishi, orzuning cheksiz bo'lishi, kamchilik masalasi bizni tanlashga majbur qildi. Nimani tanlaymiz deydigan bir masala chiqadi. Ya'ni qandoq qilsak, boyligimizdan qandoq o'rlash tutsak, qandoq tanlash ilib borsak, bizning cheksiz bu ehtiyojimizni eng yaxshi darajada qondira olamiz degan shu masalani tadqiq qiladi. Iqtisod ilmi dal mushundan iborat, ya'ni tanlash masalasi va qaror chiqarish masalasidan iborat. Adada biz iqtisod ilmini ikki turga bo'lamiz, yoki ikki qismga bo'lamiz. Birisi mikrolıq iqtisod deymiz, ya'ni kichik doiraga iqtisod deymiz. Kichik mikrolıq iqtisod deymiz. Buning tadqiq qilish birligi shaxsiylar, aholilar, shirkatlar va ba'zi sanoatlar bo'ladi. Ya'ni o'sha mikrolıq iqtisod odamlar qanday qaror chiqardi, iste'molni kirimga tayinib turib, iste'molda tanlash ilib borgan vaqtda qanday tanlash ilib bordi degan masalani tadqiq qiladi yoki qanday tanlash ilib borsa yaxshi bo'ldi deb shirkatlar desa qanday qilgan vaqtda tannarxni azaytib foydani jiqayt qiladi degan o'sha narsani tadqiq qiladi. Undan sirt bozor qurilmasini deb aytsak, ba'zi sohalarda, ba'zi sanoatlarda bir jamiyatda birlam shirkat monopol qilib olgan bo'ladi. Bozor qurilmasi deb qo'yamiz buni. Mana shundaq savollarga javob beradigan masalalarni mikrolıq iqtisod tadqiq qiladi. Endi makrolıq iqtisod desa, makrolıq iqtisod mana hozirgi dunyoda biz texmo bir bizningki turmushlarimizni ayniqsizlik tushib ketyapti-ku. Ya'ni malbas tushamdi, pul paxalligi yuz beramdi, ishsizlik nisbati ortib ketamdi. Yoki uy sotib olsak
Öynənki öy setib alğan çağda alıdığan qarz pulununki ösmü tövəlləmdi degəndək mana şundaq məsələlər yoki Mərkəzi Bankınınki çıxarmaqçı bolğan şundaq pul siyasəti qandaq təsir göstərir degəndək məsələlərni, yəni dövlətin ümumi iqtisadını və dünya iqtisadının yüzlənişini tədqiq qılğan qismini biz makroluq, yəni çoğ dairədəki bunun da tədqiq qilish obyekti bütün cəmiyyət, bütün dövlət və xalqaro iqtisad bolğanlığı üçün biz onu makroluq iqtisad deb atayımız. Xoş. Onda olsa iqtisad degan narsa mushundaq tanlash haqidagi bir ilmkan, kishilarning tanlashi haqidagi, ya'ni kamchilikdan keltirib chiqqan, kamchilik majburlagan bir tanlash masalasi ekan. Unda olsa bu tanlash to'g'risida yana nimalarni deyish mumkin deb so'rash mumkin ba'zida. Jamiyatda men tanlasamda bo'lmaydi bir ishni. Başqalarning tanlashi mening tanlashim bilan muayyan muvofiqlik birdakligiga bo'lishi kerak. Masalan, men bozorga berib ot olaman desam, ot elish mening tanlashim, mening kirimim bor. O talabni shakllantirdi. Ham mening arzoyim bor, ehtiyojim bor. Ot minsam qatnashma ravolashidi. Taqdir yashaydigan odam. Şuna ot elish arzoyim bor. Şunun bilan birlikte at aladigan mening qo'limda pul bor. Arzu, ehtiyoj bular birlashib, ahil imkoniyat, ya'ni iqtisodiy kirim, pulim bo'lganligi uchun men talabni shakllandim, bozorga boraman. Bozorga borgan vaqtda mening shu xil tanlashimga, at ilishdan iborat tanlashimga mos keladigan yana boshqasi bir tanlashni qilish kerak. Qanday tanlashni deganda, etni sotadigan zoytaxin bo'lishi kerak. Atını satıdığan zayt axın buluş gerek. Yoki atlarını satıdığan bir neçə adam buluş gerek. Bu adamlar meylini bazara kirgen buluş gerek. Ben onun bu nemsiga qarab beqib, taqsiga qarab beqib, quvvatiga, jismiga, obunaga qarab beqib, andan keyin ma atni olsam bo'ldi ekan deb, atning ichidan birini tutib men qaror chiqaraman. Demak, at elish dan iborat tanlashni men qilgan bo'lsam, bozorda at setishdan iborat tanlashni qilgan, ya'ni bir ta'minlovchi bo'lish kerak. Unda olsa bu atni at sotuvchilarga nisbatan aytgan vaqtda nima bir rag'batlantirish kuchni o'ylaydi degan vaqtda baho. Ya'ni atning bahosi kishilarni belini saqlab baho o'syotidi degan vaqtda etimni hozir satsam yaxshi bahoga sotaman deb akirgan chaqda men ayadi bo'laman. Agar sotuvchi kelib men etimni ma bahoga sotaman deb Abbas u bahoda oladigan odam bo'lmasa, ya'ni mendek bir tanlashni qilgan odam bo'lmasa, savdo bitmaydi. Shunga bu yerda mening qilgan tanlashim, yana boshqalarning qilgan tanlashi bilan muayyan birdaklikka bo'lish kerak. Og'ishga nisbatan sotuvchiga nisbatan og'ish bo'lish kerak. Odatda ma'lum narsaning tovarning yoki mulozimatning bahosi oshgan sari uni ta'minlaydigan odamlar chiqadi. Shunga bahosi oshgan sari uni ta'minlaydigan odamlar ko'p chiqadi. Foyda chiqadi debchi. Chunki bu yerda baho bir xil rag'batlantirish rolini o'ynaydi degan gap. Shunga iqtisod ilmini o'rgangan vaqtimizda biz o'zimizning xususiy tanlashlarini, ya'ni pul muomala jihatiga tanlashlarni, men oldingi birinchi, ikkinchi leksiyada pensiya puli to'g'risida so'zlab berdim-ku. Xususiy boyligimizni ko'paytirish haqida, dunyoni tushunishda, shaxs sifatida hayotimizni yaxshilashda, xalq sifatida bir kollektiv shaklda bir taraqqiy qilgan, mandaq bir mazmun tura oladigan shundoq bir kishilardan bo'lishimizda, ya'ni zamonaviy texnikaga yaqin, kapital bozoriga tushunadigan, texnikadan foydalana oladigan, texnikaga, kapitali bor, pullarga yalinib emas, shularning bir so'lab yashay oladigan manda xalqlarga aylanishimizda bu xil iqtisodiy bilimlarni, bu nazariyalarni tushunish intayin muhim. Hozir atrofimizga qaraydigan bo'lsak, dunyo bir xil noaniqsizlik ketayotgandek. Nurg'un narsalar, yangi texnikalar bizning turmushimizni o'zgartiradi. Hozir qaraydigan bo'lsak, bundoq o'ylaydigan bo'lsak, internet tor texnikasining barliq kelishi bilan nurg'un narsalar o'zgarib ketdi. Bizningki hozir
oy fikir hissiyatlarımız mı turmuş usulumuz mu o'zgargandek bir odamgarchilik mardlik sadoqat muhabbat do'stlik qarindoshlik deydigan narsalar susishib qolgandek ko'rinyapti u faqat ko'rinish u faqat bir tuyg'u mayli boshqa undaq tuyulishdan qanday bo'lishidan qat'iy nazar u tuyg'ular qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz real dunyoda yashaymiz real dunyoda yashagan vaqtda bizning o'zimiz kuchli bir orzu umid bilan yashaymiz bu orzu umid bilan yashashda onunğa kuchli shu orzularimizni amalga oshirishligidek masalan ot olaman deydigan orzularimizni amalga oshirish uchun otni sitvoqidek pulimiz bo'lgandek biz texnikani egallay oladigan kapital bozoriga qatnasha oladigan xalqaro iqtisoddan nisbimizni tiyib yalaydigan ipak yo'lini barpo qilgan ajdodlarimizning ro'yini chaqintalaydigan bir avlodlardan bo'lamiz desak zamonaviy ilmlarni zarur hayotlikqa zarur bilimlarni o'rganishimiz kerak shunga bu ishni boshqa narsalarni o'rganish bilan birlikda mana iqtisod ilmiga o'xshash shunday fanlarni o'rgangandan iqtisodshunoslarga o'xshash fikr qilgandan hech qanday ziyni yo'q. Ben yaqinqi bir necha yillardan buyon ko'pchilik balkim anglayotgansizlar nurg'un narsalar ketdi. Bu internet texnikasidan foydalanib ba'zi odamlar to'g'ri savdo qilib beyib ketdi. Bunda chaqda shu texnikani o'rgangan bo'lsam-chi, to'g'ri savdosini men qilgan bo'lsam-chi deydigan odamlar cho'qin bor aramizda. Ondan sırf aynı vaqtda Tesla degan shirkat paychekini taqatgan vaqtda 29 dollarmi 25 dollarni taqib ekan. Hozir ashning paylari 6-7 dollarga chiqib ketdi. 10 yil burun pulim bilan bahama verib o'ynab o'tkicha, yoki boshqa yerga verib o'ynab o'tkicha, yevatkicha shu chaqda shu pulimdan 3000 dollar pulga 300 payni olib qo'ygan bo'lsam, ya 100 payni olib qo'ygan bo'lsam, mana bugungi kunda men pensiya chiqqandagi turmushimdan mustasno g'am yemaymi shundoq g'amdan mustasno holda yashagan bo'lmasdim deb o'ylaydigan odamlarmi bor. Demak bizning qanday qaror chiqarishimiz ma'lum masala haqida shu masala haqida muayyan tushunchaga ega bo'lgandan keyin andan fakt asosida muayyan bilim asosida chiqarilsa ilmiy chiqarilgan bo'ladi, amaliyotga uyg'un bo'lgan bo'ladi, xatolish nisbatimiz tuvan bo'lgan bo'ladi. Ondan keyin yana manda bir gaplar bor. Sonliq ma'lumotlik, sonliq raqamliq pul deydigan bir gap bor, digital currency deydigan, bitcoin, bittangiz deydigan gaplar bor. Bitcoin to'g'risida nurg'un gaplar bo'lib ketdi. Ya'ni necha yilning oldida bitcoindan 1 dollar qo'ygan odamning puli hozir 1 million dollarga bir 2 yilning oldida shu gap bo'ldi. 1 millionga yardi deb. Bu bir yangidan ijod bo'lgan narsa, yangi hukm, yangi tushuncha. Bunda chaqda ba'zilar ishonmay, bu degan qo'riq narsa deb nurg'unlarimiz uningga e'ron qilmagan bilan yangi texnikaga, yangi uchurga diqqat qilgan odamlar shu fursatni tutib, shuning azroq vaqtini, zehnini berib qo'ygan odamlar, shu chaqda bilmay qo'ygan odamlar keyin boyib ketdi yoki shuni vositaga o'sgan vaqtda shu setib olib qildi. Andan keyin hozir sun'iy aql deydigan bir gap bor. Artificial intelligence deydigan gap bor. Uningki jamiyatning har qaysi taraflarida qo'llanishi umumyuzlik bo'layotdi. Andan keyin shu ishlab chiqarishdan tortib mulozimatgacha avtomatlashish, mashina odamlarning roli, aqlning roli deydigan narsalar kengayotdi. Bu bizning hayotimizga, turmushimizga, xizmatimizga, kirimimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu bizga xirsa qilamdi yoki bo'lmasa bu bizga muayyan fursatlarni yaratib beramdi? Dunyoda 7 milliardlik odam bor. 7 milliard odamning ichida kimlar qayerda qanday shaklda yashaydi, biz qanday shaklda yashaymiz, biz qanday qilsak biz fursatlarni yarata olamiz, bizda nima alaylik va kapital bozorida shunday yangidan IPO yangidan shu paychik taqatayotgan shirkatlarningki paylari qaysi sohada yaxshi, qaysining taraqqiyot istiqboli va meditsinami yoki dorigarlikmi yoki banka pul muomala sohalaridagi shirkatlarning taqatgan
paylarımı yani iqtisadi kriz yani yüz veremdi, yüz vermemdi, yüz verse qandaq qilsak foydalimiz, qandaq qilsak ziyondan xoli bo'lamiz. Yani ziyondan xoli bo'lsangiz hisob yana bir foydaga bo'lasiz. Degandek, mushundaq masalalarni muzokara qilishda, tushunishda sonliq ma'lumotlarningki iqtisodiy sonliq ma'lumotlarning beradigan ma'nosini tushunishda bu tushunishlarning, mushlarni tushunishlarning hammasininki bizningki hayotimizni yaxshilashda uni o'ynaydigan roli intayin cho'ng. Biz iqtisod ilmini o'rganish orqali asosda tadrijiy holda uni o'zimizning tanlashga tatbiqlab texmi yaxshiroq, texmi sifatliroq yashashni barliq keltira olamiz. Mavo biz iqtisod ilmini nima o'rganamiz degan leksiyaning birinchisi bu to'g'risida men yana so'zlayman. Buguncha mushunchalik bo'lsin. Amanni hasalni yavasan aman tetiydi deydigan gap bor. Bizning Uyg'urlarning ot so'zi. Buning iqtisoddagi tushuntirilishi diminishing marginal utility deymiz. Ma'lum bir narsani keyin iste'mol qilaversangiz, shunlashqa uningki marginal önemi beradigan ta'siri, foydasi tuvallab ketadi yoki bezor qilib qo'ysiz deb. Shunlashqamiki mening og'inlarimdan bir nechisi burunchalarda toza telefonlarni qilib turib, toza qimmatliroq to'ylay deb telefon qilmayyotamdi. Chaqchaq gap. Ammo ba'zilar o'sha iqtisoddagi asalni yavasan aman tetiydi yoki ozib berayotgan marginal unum degan uqumini kishilik munosabatga ishlatadi ko'pchilik. Unda bo'lsa yana boshqa chaqlarda leksiyani davomlashtiramiz. Xo'sh, emasa bugun leksiyamiz shunchalik bo'lsin. Rahmat.